vazn tashlamoqchi, vazn yig'moqchi bo'lgan murabbiy va sportchilarga to'g'ri ovqatlanish haqida maslahat. To'g'ri ovqatlanish inson va sportchilar hayotida juda muhim omillardan biridir. To'g'ri ovqatlanishga nimalar kiradi? Ekraningizda ko'rib turgan, qaynatilgan, qovurilgan mahsulotlarni iste'mol qilsangiz, siz vazn yig'ishingiz va tashlashingiz mumkin. Har xil fast food, gazli ichimliklar va energetiklar inson salomatligi uchun juda zarardir. Bu haqida doktorlar ham juda ko'p takrorlashadi. Sportchilar hayotida to'g'ri ovqatlanish birinchi o'rinda turishi kerak. O'shanda ko'zlangan natijaga erishiladi. Men o'zim hozir vazn tashlamoqdaman. Vazn tashlayotganda ko'p suv ichish kerak. O'zi umuman vazn tashlagan ham, vazn oladigan ham, oddiy insonlar ham bir kunda 4-5 litr suv ichish kerak. Chunki organizmni 60-70% suvdan iborat. Mana bir kunlik ratsionimning kilokaloriyam 1800-2000 atrofida. Hozir shundan obedga grechka bilan tovuq oldim. Taxminan 300-400 kilokaloriya chiqadi.